Bilasizmi, ayol kishi eridan qachon battamom qo'l yuvib, nima deydi, tarvuzi qo'ltig'idan tushib voz kechadi. Xiyonatida ham emas, pulsizligida ham emas, pul bermaganida ham emas, u muammo emas. Ayol erining xiyonatiga takror xiyonatiga ham chidab yashab yuraveradi. Lekin ayol erini lafsizligida, yolg'onchiligida chidolmaydi. Ana endi shu joyda ayoli sabri tugaydi. Chunki siz har gal yolg'on gapirganingizda, u bechora ayol ko'zlarini mo'ltiratib sizdan umid bilan kutadi, sizni o'zgarishingizni, bu gal va'dangizni turishingizni. Har gal ayolni umidsizlantirgan paytingizda siz uni majoziy ma'noda qalbini qotili bo'lib o'ldirasiz. Hislari o'lgan ayol jismi bilan yoningizda turishi mumkin, lekin u sizni sevmaydi va ko'ngli borgan sari sovuqlashish boshlaydi. Va eng yomoni bunday holatda eng katta aziyat chekadigan inson siz bo'lasiz. Voz kecha olmaydi deb o'ylamang. Ayol voz kechsa boshqa ortga qaytmaydi. Sizsiz pul ham topa oladi, sizsiz bolalarni ham boqa oladi. Lekin erkakda oy go'zallarim, har qanday erkakni o'zgartiradigan sirlari bor. Yo'llarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, hozirroq menga obuna bo'lib, izohlarda yetti raqamini qoldiring. Men sizga bu haqdagi sirli darslarim havolasini yuboraman. Agar obuna bo'lmasangiz, havola bormaydi.